Messini shuncha vaqt ko'rganman, eng boshdan. Hammasini desa ham bo'ladi. Masalan, Jazoirga urgan 1 va 3 gol. Messi. Pochkalab urgan bunaqa. 2 gol. Mayli, kam, lekin undan ham topiladi. Avstriyaga urilgan 1-gol ham, hatto penaltidan adashish ham Messiga xos. Tanisa bo'ladi. Qiziq, uning penaltidan urish foizi atiga 72 ekan. Penaltiga XG 0.179 ekanini e'tiborga olsak, u penaltini o'rtacha futbolchidan ham yomon tepar ekan. Mayli. Hatto ertaga Iordaniyaga bosh bilan ham ursa ishonaman. Ko'rganman qaysidir finalda. Lekin Messining Avstriyaga urgan 2-goli men bilgan Messi uchun umuman yangilik. Uning soniya oldin Alvaresga bergan uzatmasi g'irt Messi. Ammo bloklangan zarbadan so'ng yana yugurib yetib borib, ikki futbolchining orasidan bir amallab tepib gol urish futbol qirolining ishi emas. Golga nihoyatda tashna hujumchining goli. Men hech qachon golga bunchalik tashna Messini ko'rmaganman. Bunisi yana ham qo'rqinchli.